Assalomu alaykum aka-ukalar. 8-avgust sanasiga mana bu ideal holatda Namanganga olib ketayotgan so'rimizni Xudo xolasa o'z egalariga olib berdi. Aka, so'rimiz yoqdimi? Yoqdi, zo'r. Tavsiya qilaman yurtdoshlar, onlar onlayn savdo qilib olib berishdi. Mana 4 million 200 mingga ma'qul keldi. Hamma yo'g'i joyida aytganday oldi ekan, zo'r, yoqdi. Onlar mana hamma yo'g'i yaxshi, baquvvat so'r ekan. Tanjoni sog' bo'lsin aka. Bergan pulingizdan baraka topinglar aka. So'ri yaxshilarga xizmat qilsin aka. Tanjoni sog' bo'lsin. Kimga mana shunaqangi sifatli zo'rlar zarur bo'lsa, nomerlar qoldirib qo'yamiz. O'zimizga aloqaga chiqasizlar, Xudo xolasa. Vodiy bo'ylab dastlabkamiz bepul. Aka, dastlabkasi oshiqcha pul olmadimi? Yo'q. O'sha 2 million 4 million 200 mingga kelishdik, olib keldingiz. Mana ortiqcha pul bergan yo'qman. So'ri zo'r. Tanjonlar sog' bo'lsin, erkatoy xizmatda har doim. Hammaga tavsiya qilaman. Aka, sog' bo'ling, rahmat.